Bugundan boshlab yoshlarga mas'ul barcha darajadagi rahbarlar yangi ish tizimiga o'tishi zarur. Mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni bo'ladi. Mahalla, maktab va texnikumlarga borib, yoshlarni eshitadi va muammolarini hal qiladi. Faol, ko'ngilli yoshlardan iborat volontyorlik harakatini rivojlantirish bo'yicha vasiylik kengash tashkil qilinadi. Kuni kecha muhtaram prezidentimiz yoshlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda volontyorlik faoliyatiga alohida to'xtalib, tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim takliflarni ilgari surdilar. Jumladan, vazirlik va idoralar rahbarlari hamda faol yoshlardan iborat volontyorlik harakatlarini rivojlantirish bo'yicha vasiylik kengashini tashkil etish, shuningdek volontyorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasini ta'sis etib, volontyorlar uchun grantlar ajratish belgilandi. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad ushbu tashabbus va vazifalarni birgalikda amalga oshirish yo'llarini aniq belgilab olishdir. Uchrashuvimiz ochiq va aniq maqsadlarga qaratilgan. Loyihamiz nomi regenerativ qayta tiklanuvchi ekologiya degan. Bizda biokamplar bor. Biokamplarga masalan qayta ishlamaydigan chiqindilar bor-ku, masalan bolalar tagiligi. O'shanaqa chiqindilarni solib yondirganimizda anaqasi issiq atoflinalarga keladi. Chiqindini issig'idan ham turbinaga jo'natib, undan energiya ishlab chiqaradi shu joydan. Asosan bu ajratib o'z yo'nalishlariga chiqarsa, energiya ishlab chiqaradi.